Agar biz 1 yillik manfaat topamizsak, 1 yilga bug'doy eksa bo'ladi. 10 yilda biz hosil olamizsak, bog' yaratish kerak. Lekin butun umrga farzandimni baxti kamolini ko'raman desa, faqat va faqat farzandlarimizga ta'lim, bilim berishimiz kerak. Yangi O'zbekistonning asosi ustini deb mendan so'raslaring, takror qaytaraman. Bilim, ta'lim va tarbiya bo'ladi. Mana shuni hech qachon unutmasimiz kerak. Uka? Iya. Bemalol yotishingni qara. Toshkentga bormaysanmi? Universitetga o'qishga kiraman deganding-ku. Yaxshi eslatdingiz. Ha? Lekin aka, hozir o'qishga topshirish uchun poytaxtga borish shart emas. Toshkentga bormaysanmi? Yo'q. Qanaqasiga? Hozir hammasi ancha osonlashgan. Istasangiz, mobil telefondan Bilimni baholash agentligining saytiga kiramiz va pasport ma'lumotlarini kiritamiz. Imtihon topshiriladigan fanlarni, imtihon topshirish tilini va hududini tanlaymiz. Tamom. Hozirgi eng muhim islohotlardan biri avval test, so'ng tanlov tamoyilining joriy etilgani. Bunda abituriyent bir vaqtning o'zida 5 tagacha oliy ta'lim muassasasi va bakalavriat ta'lim yo'nalishini tanlaydi. Tushunyapsizmi? Oldin bilimingizni sinab ko'rib, o'zingiz qiziqqan fanlarga test topshirasiz va natijasiga qarab, keyin o'qish uchun yo'nalish tanlaysiz. Qoyil, Testlar 7 ta tilda shakllantiriladi. Mana imkoniyat. Umumta'lim fanlaridan milliy sertifikat olish ham ancha ommalashdi. Sertifikatlash tizimi bo'yicha barcha fanlardan milliy sertifikatga ega bo'lgan abituriyentlar qabul imtihonlariga bormasdan ham muddatidan oldin talaba bo'lishi mumkin. Buning natijasida yoshlar o'rtasida kitobga va fanlarga qiziqish ortdi. Faqat o'qisangiz bo'lgani. Imkoniyatlar muvaffaqiyat kaliti. Bugungi kunda bilim va malakalarni baholash agentligi oliy ta'limning bakalavriatiga, akademik litseylarga, umumta'lim fanlaridan milliy sertifikat, xorij tillaridan milliy sertifikat, davlat tilida rasmiy ish yuritish, ichki ishlar organlariga ishga qabul qilish, qurilish sohasi mutaxassislarini sertifikatlash, xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish va boshqa shu kabi 50 dan ortiq turdagi imtihonlarda 2 milliondan ortiq yoshlarni bilim va malakalarini baholab kelmoqda. 2025-yilda katta masshtabda bilim va malakalarni baholashda nazariy va amaliy yondashuvlar mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy anjuman tashkil etildi. Buyuk Britaniyaning Cambridge University Press and Assessment, Oxford University Press, AQA Global Assessment Service, British Council, AQShning College World Educational Testing Service, ITEP International, Scantron Corporation, Niderlandiyaning SICTO, Turkiya Respublikasining tanlash va joylashtirish markazi, Yaponiyaning K-Advance tashkilotlari, shuningdek Qozog'iston Respublikasi Milliy test markazi va Ozarbayjon Respublikasi imtihon markazi bilan o'zaro hamkorlik munosabatlari o'rnatilgan. Bundan tashqari, imtihon topshirish uchun 1-avgustni kutish shart emas. Imtihon bo'lishidan bir hafta oldin telefoningizdan imtihon ruxsatnomasini yuklab olasiz. Unda qachon va qayerda imtihon topshirishingiz ko'rsatilgan bo'ladi. Respublikamizning 14 ta hududidan turib imtihon topshirish imkoniyatlari yaratildi. Hatto 1100 kilometr uzoqlikda Xorazmda yashab turib ham Toshkentdagi universitetlarga imtihon topshirish mumkin bo'ladi. Imtihon javoblari ertasi kuniyoq chiqadi. Barchasi onlayn ko'rinishda aka. Bilim va malakalarni baholash agentligi izlanishdan tolmaydi. Kelgusidagi eng katta reja barcha imtihonlarni kompyuterda, elektron tarzda o'tkazilishi. Bu vaqtni ham tejaydi. Abituriyent imtihon natijalarini test topshirib bo'lgach, darrov bilib oladi. Bunaqasi hali bo'lmagan.